Agar kimdir aybsiz va pok odamni, ey zinokor, yoki sen zino qilgansan, yoki sen bachchavozsan, yoki shunga o'xshagan so'zlardan ayblasa, bu holda u 4 nafar guvoh olib kelishi va zinoni aniq ko'rganliklariga guvohlik berishlari kerak. Aks holda unga 3 ta jazo qo'llaniladi. Bunday tuhmat qilgan odamga 3 ta jazo beriladi. Birinchi jazo unga 80 darra uriladi. Ikkinchi jazo uning guvohligi hech qachon qabul qilinmaydi. Qachon qozining oldida guvohlik bermasin, mol-mulk masalasida bo'lsin, qon to'kishda bo'lsin, hilolni ko'rishda bo'lsin yoki boshqa masalalarda bo'lsin, guvohligi rad etiladi, qozilar uning guvohligini qabul qilmaydi va inkor qiladi. Uchinchi jazo u endi fosiq hisoblanadi. Ya'ni u ilgari adolatli odam bo'lgan bo'lsa ham, endi fosiq hisoblanadi. Shuning uchun qizini yoki opasini nikohga bera olmaydi. Ko'plab ulamolar fikricha, u musulmonlarga imomlik qila olmaydi. Shuningdek, unga davlat ishlarida mansab, viloya berilmaydi, chunki u endi fosiq bo'lgan. Bu bir kishini zino yoki bachchavozlikda ayblagan odamga qo'llanadigan jazodir, agar u 4 ta guvoh keltirmasa. Alloh taolo aytdi: "Nega ular bu ishga 4 ta guvoh keltirmadilar? Agar guvohlar keltirmagan bo'lsalar, bas ular Allohning huzurida yolg'onchilardir." Nur surasi 13-oyat tarjimasi. Hatto agar bu odam eng rostgo'y inson bo'lsa ham, agar u 4 ta guvoh keltirmasa, unga 80 darra uriladi. Shuning uchun 4 nafar erkak bir odam zino qilganiga guvohlik berdilar. Ularni xalifa Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu huzuriga keltiradilar va u zot ularning har biridan so'rab chiqdi. Umar radhiyallohu anhu birinchi kishidan so'radilar: "Zino qilganiga aniq guvohlik qilasanmi?" U javob berdi: "Ha, guvohlik beraman." Umar radhiyallohu anhu so'radi: "Sen uning a'zosi ayolning farjiga kirganini xuddi surma qalami surma idishiga kirganidek aniq ko'rdingmi?" U javob berdi: "Ha, guvohlik beraman." Ikkinchi kishi olib kelinadi. U ham ha deydi. Uchinchi kishi ham olib kelinadi. U ham ha deydi. Keyin 4-chi kishi olib kelinadi. U to'xtadi va dedi: "Men zinoga guvohlik bermayman, lekin men bir munkar ishni ko'rdim. Ayol ustida bir erkak bor edi. Harakatlari yaqinlik qilayotgan odamga o'xshardi, lekin men guvohlik bera olmayman" deydi. Shunda dastlabki 3 kishiga 80 tadan darra uriladi, chunki ularning yolg'onchiligi ochiq-oydin bo'ldi. 4-chi esa ozod qilinadi.